Assalamu alaikum, minем qadrli nani do'stlarim. Barig'izda aytlar tinglarga yildagizmi? Yaxshi. Ammo siz o'zaro do'st tatu yashaysizmi? Atiyanlaringizning so'zini tinglaysizmi? Ha? Tinglaymiz deysizmi? Yaxshi. Qora deganda shu malay anisining so'zini tinglamay jilab o'tiradi o'g'ilmisan? Yali sirtali ko'z yoshlaringni, hozir meni aningni borib quchoqla da aning bag'rim. Men seni yaratam, har vaqt so'zingni tinglarman deb ayt. Mana shulay. Qora endi deganda ikki qiz o'yinchoq bo'lisha olmaysa tortqalashalar to'g'ilmisan? Bular yoramay bitindi. O'yinchoqni singlinga berali. Mana shulay. Do'st tatu yashauga nijita. Hozir men sizga bolalar, bir tug'an qiz turida akiyat silab ketasim kela. Amina endi ularning qaysisidan o'rnak olarga ekanin siz o'zingiz akiyatni tinglag'ach qalitarsiz. Birin zamanda yaşagan bir ani. Onun iş qizi bo'lgan. Bir bitlari ay, ikkinchisi quyosh. Qorlig'ashday suluv gavdali bo'lib o'sib yetgach, ular anilari yonidan ketganlar. Mana bir yil o'tgan, 2 yil o'tgan, 3 yil o'tgan. Kunlardan bir kunni anilari og'rib ketgan. Hali bek yomon bo'lgan. Yordamga tiyin chaqirganda anga o'tinishin g'izirin bildirgan. Ey tiyin do'stqayim, borib mening halimni qizlarimga xabar etsana degan. Tiyin anining bu so'zlarini eshituvga shundoq chiqib chopgan. Eng birinchi bo'lib o'la qiz yonina borib yetgan, ham derazasini qoqqan. O'la qiz bu vaqtda jizlaganlar tartib turar ekan. Ey, sening aning bek og'ir holda, zinhor kelib halim bilsana, ona yordam etsana degan tiyin. O'la qiz menga qarshi, ey, bek borar edimda, mana shu jizlaganlarni tezroq tartib bitirasim bor shul degan. O'la qizning bu so'zlarini tiyin bekda oshilangan. Olaysa, sen shu jizlaganlaridan mangu ayrilmayın degan. Shulay deb aytolgan, jizlaganlar o'la qizni ikki yog'idan ketirib de qisqanlar, ham tegi o'la qiz g'ibirli boqaga aylangan. Keyin tezgina o'rtancha qizini chiqib chopgan. Bu qayg'uli xabarni eshitganda, o'l kinder sug'a ekan. Hay, bek borar edimda, yarminkaga mina kinder ulgurtasim bor, shul birda bora olmayman degan. Bu so'zlarga qarshi tiyin, olaysa endi sen umring bo'yi kinder sug'a bozdir degan. Shulay deb aytib bo'lgan, o'rtancha qiz urma-kushga aylangan. Tiyin tezroq kishi qizini chopgan. Bu qayg'uli xabarni aytuvga bütün ishlarini tashlab, tipshiq qiz anisi yonina chopgan. Shundan so'ng tiyin kishi qizga aytgan: "Ey marhamatli bola, umring bo'yi baxtli bo'l, umr bo'yi ig'likli bo'l, kishilarga da marhamatli bo'l, ham xoliq da seni bek yaratar" degan. Mana shu so'zlardan so'ng kishi qiz endi umr bo'yi baxtli, motor turmush olib borgandi. Kishilar da uni ehtirom etganlar. Mana shulay bolalar. Endi bu akiyatdagi qaysi qizdan o'rnak olishga kerakligini angladingizmi? Qaysisidan? Bek diris kishisidan. Mana sizda qadrli bolalarim, shu kishi qiz kabi anilaringizga bo'lishib yashagiz. Shulay ishlagandagina siz de baxtli turmush kechirasiz deb o'ylayman. Amin. Sizning bilan kelasi uchrashuvlarga qatli sog' bo'lasham. Sog' bo'ling.